Assalomu alaykum, hurmatli Mercedeschilar. Qani kim biladi mana shu qaysi kuzov? Mana shu kuzovni taniganlar bormi? Bilganlar kommentga yozib ketsin, qani shu qaysi kuzov? Yo haydab ko'rganlar bormi mana shu mashinani? O'z kelinglar, sizlar bilan bir marta shuni avval qilib chiqamiz. Xo'p, arqa salondan boshlaymiz. O'rindiqlar o'zi lattadan chexoli ko'rinadi. Arqa elektropaket, elektropaket bor. Xo'p, salonga chiqamiz. Juda ekonomik mashina. Avvalo mexanika ekan bu. Agar ekonomikani yoqtiradiganlar bo'lsa, yaxshi. 1.6 dan boshlanadi mashina. Ruli ham juda yengil. Ajoyib mashina. Xullas qaysi klass kim topdi yozib ketamiz.